Kira. Az getirdim. Assalamu alaikum hurmatli ko'ruvchilar. Assalomu alaykum qadamjoy жаңылыктары YouTube kanali qatorlovchilari, amansizlarmi? Esingizlarda bo'lsa, kecha murdaqi videolarimda o'shunday modulni uylardan qisqacha obzori bilan tanishtirdik. Hozir qadamjoy rayoni isqaq bo'layotgan ayol hukumati ergene qavmi жаңы qonishlarga o'shunday bir komnat koridoru menen dushovoy menen shunda bir uy tushib o'tgan. Bu meni to'g'risi yenimdan uyi. Kecha buni fundamentleri qo'yildi-da, tumbalari. Bugun buni unutib abetga cheyinile kelishib poldu duvaldarini bit turg'izib qo'yishibdir. Bu tez bituvchi chaqan uy bilalar uchun tez bituvchi o'shunday yaxshi uylar ekan. Vremenga qatari jo'sa uzoq muddatga yashagani o'shunday uylarda hozir qidirsangizdar bo'ladi ekan. Hozir buni sırt jag'inidan qo'ysa, kirishasini o'rnatishni boshlayotganlar bo'ldi, shu bilan bitayotgan. Aynegramlarini, eshiklerini, derazalarini qo'yayotganlar. Akvadan bo'lgan plastik derazalar, anan bronirованный temir eshik o'rnatib berishayotgan. Dag'i videoni ulan keyingi kadrlar ko'rsangizlar, butkani to'liq tanishtirib o'tamiz. Hakikaten bu yok. Hala baratacağım. Ketmenden korktu diye. Direğim o ki. Tamam. Yani ver. Ben onu alayım da öyle. Evet. Hurmatli ko'ruvchilar, menaki janag'i baytan beri ko'rsatayotgan uyimizdan finaldik ishlari mana bitdi. Hozir eshiklari, mana akvariumlari qo'yildi. Ko'rkini chiqib, o'zgacha bo'lib qoldi. Bu uyimizning razmeri 6 ga 330. Kirishasi bilan atnaskat bo'lib jo'ildi. Ichiga kelganda shunday bronirованный temir eshiklardan qo'yilib, bu kiravergan yeri koridor hesaplandi. 2 metrga 330. İçi jag'i. Bu yerdan biraz to'sib turib,
Kuhnya qilsa bo'ladi ekan, je bo'lsa, dushovoy kabina jasab qo'ysa bo'ladi ekan. Endi bir negizgi joshlovchi bo'lmaga kiraylik. Buning ichi 4 ga 3'ü 30 bo'ladi ekan. Bundan qaraganda mana ustalar ishlayotadi. Bichishga qo'yilgan, o'ta sog'nin yaxshi bo'lib, mana akvariumlari qo'yilib, mana uyi bitib qoldi bunakay. Hurmatli ko'ruvchilar, ushul chaqan ishkerlikni qo'lga olib boshlagan jana ushul baldardan, usta baldardan atasi Satbaldiyev Ro'zi Muhammad akaga so'rab beraylik. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. İşinizlerge ilgili öte son işti başlapsızlar. Elde kursan qilib jurayot ekansizlar. Bu işti qaysi yıllardan başladыңыздар? Ha, Xudo xolasa biz 10 yilda uyoq-buyoqli bo'lib qoldi. Ha, 10 yilcha bo'lib qolding. Birinchi boshlagan ishingiz yaxshilab estab ayta olasiz? Ha, birinchi ishlaganimda 10 yildan ham ko'p bo'libdir. Bolalarım kichkina edi. Materiallar olish qiyin, pul yo'q. Terekdan, ko'k terekdan qilgan edik. DVPdan qilgan edik. Ikki odamlar oladi deb qildik. Xudoga shukr oldi. Shundan keyin odamlarga jo'g'ib qoldi. Murda bir 20-25 yil bo'lsa o'ylanib yuratadim. Xudo xolasa bilet edimda shuni olishini, odamlarga jag'ishini. Murda ushul ishni qilib ko'rgansizmi? Ha, birinchi yo'l boshladingiz. Shunda birinchi yo'l boshlab, ana keyin qarasam odamlarga jag'di, bari rozi. Xudo xolasa shu yerdan beri qilyapmiz. Bu uyni qurib o'zingizga birinchi boshladingiz. Men tushunigim bo'yicha baldaringizga qilib berdingiz, anan elder zakaz qila boshladi. Xudo xolasa zakaz. Qaysi yerlarga o'rnatdingizlar endi? Xo'sh, buni yog'i Cho'ng'olay, Kichalay tomondan. Ya Batken, keyin Olabuqani narjag'i narjag'larga ham qo'yib keldik. Demak, buni Tushlik regionidagi Jalolobod, O'sh oblasti, Batken oblasining barliq regionlariga qo'yib atasizlar ekanda. Qo'yib keldik. Buni zakaz qilsa, dag'ili xizmatga tayyorsiz-deng. Baldaringiz yaxshi ekan, Alloh rozi bo'lsin. Hozir buni uy-joyni bir tushunib berib aytib o'tsangiz, baldaringiz aytib bersinmi, qanday deysiz? Maylimi, baldan. Siz aytib berasiz endi. Xo'sh, bu uyda odamlarga qulay. Yashasa, sirazi kirib yashaydi. Darvoyla kirib yashaydi. Yozda kunida kichkina issiq bo'lib ketadi. Cho'ng uylar ham g'ishta uylarga issiq bo'lib ketadi. Buni endi kichkina ventilyator qo'yib qo'ysa, xudo xolasa jinga sovuq bo'lsa, chiqib ketmaydi. Bu termos siyaqti bo'ladi. Qishda bo'lsa, aynaklaridan issiq kirsa, issiq chiqib ketmaydi. Demak, yozda salqin, qishda issiq deng. Yaxshi ekan. Qancha bo'ldi bu razmerlari? 6 metrga 330 santimetr. 2 komnata bo'ldi. Birdan kirsa, ikkinchiga kiriladi. Hemen bizden elimiz için, kebir YouTube görüşçüler için canlılıkta, uşağı materiallar turalda biraz aytib berseniz. İçinde polnusa qarag'aydan bo'ladi. Uzbi, ichiga kirseniz uzbi, tinike. Xolasangiz tomini shifr, tinike. Ko'pincha shifr bo'lgani yaxshi. Hozir bundan shifr bo'ldi, qan shifrdan. Anan ichiga utepletillar bo'ladi. Utepleniya? Pökök bo'ladi. Penoplast, steklovata, falga bo'ladi. Steklovata ham qo'yasizlar-ku? Shundalar qo'yamiz. Yaxshi-da. Bular akva eshiklar, bron eshiklar bo'ladi ekan. Bron eshik. Bundan boshqa fasondagi, bundan boshqa formadagi da bo'lyotadi, jana. Xohlaganingizda qilib beramiz. Ana baya qardardan talabaga jarasha, razmeriga jarasha. O'tda sonniga. Bir xilgisi kichkina dushovoy ichida bo'ladi. Koridori ichida bo'ladi. Sho'larda qilib o'tamiz. Shu dushoylarda ham qo'sha o'rnatib kelasizlarmi? Bunda qardar talabaga jarasha. Ichida bo'lsa bo'ladi. Yaxshi. Hozir bu yerda anisi yo'q, Bunisi yo'q. Bu odam nimasini dushovoyni zakaz qilgan yo'q. Zakazga jarasha bardig'ini bitirasizlar. Bundan boshqa da qanday qulayliklar qo'shib berishingizlar mumkin? İçiga kirsangiz koridorda so'risi dag'ida bo'ladi. Agar dushovoy bo'lsa, so'risi bo'ladi. Qisqasi, uyda egasi qanday zakaz qilsa, shunday qilib beramiz. Berge emi bardiq mana qo'ng'ishlarning uylarini biraz ko'rsatib o'tayin. Bulardagi kelajakka yaxshi. Endi bu qardarda mana uyda boshlab qo'yibdir. Bu uyning
özüңüz ayтканда өзгөчөлүк өтө жакшы экен. Бирок мен ойлошумча 2 күндө бүттү да. Bak halasa. Keçe badушкалар орноттуңуздар, бүгүн мына үйдү тургузуп койдуңуздар. Канча да даяр болот заказ берсе? Zakasını çoğuga, kiçiğe karab zakas alamız. Bir ayga zakas alamız. 20'den tartıp 25 günde tutuyoruz. Uyda tayarlayımız. Bir gün, 2 günde barıp koordinatı veririz. Demek bir ayda dayar bolot eken dagın jasalışı. Zakaz bir ay murda aytış керек экен да sizge. Zakazды alıp durup anan орнотуп бериши 2 күндө эле бүтүп калат экен. Bak halasa. Bir gün, 2 gün. Чоң кичинелиге карап туруп. Жакшы экен. Эң кулай жары бүгүн бүттү, бүгүн кирип жашайт экен. Ошонсу жакшы экен. Bu köp balalılarga, 2'te 3'te kelini bardağılıga alıp çıkıp vaqtinchalikka da çoğun uydu bütkürgütçe şonda yaşasa bolot. Sırası kelip yaşasa bolot. Жакшы экен. İşinizlerge ийгилик, саламат болуңуз. Rahmat. Elge payda bolsa boldu. Мынабы балдарыңыздан bir интервью алайын дедим эде, уулдарыңыздан, уул кыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, өтө сонун интервью болду. Мына уста балада да ассаламу алейкум. Assalamu alaikum. Usta bala işinizge ийгилик. Biraz bizge көңүл буруp, ушул ишти канча жылдан бери иштейсиздер демекчимин да. 10 yıl oldu da. Siz negizden kандай işler, eşik öyle ornatасызбы? Biraz bir yakın karap. Universal ustabız. Yani köyünce işimiz tuttu şu uy boyunca. Bu çertojdan başlap kuraştırganга чейинки аралыкты баарын кыласыздар, Bardağını kılağız. Мына şu үйдү жөнүндө biraz айтып бериңизчи, кандай кылдыңыздар? Кыйынчылык болбодубу? Yani ama işte özünce kıyınçılığı var. Ama körüp durup ataslar mına. Размерлер тууралуу. Kişinerak desek kişinerak kılıp bereriz. Bu köyünce cıgaçtan kılınat. Karkaz bunu cıgaçtan. İçki fasatı üzbek kılavuz. Taşık fasatını tünikeden kaplayız. Tünikeden. İçki ütüpletini materyaller salıp bereriz bunu. Emek kimge çoğurak dese çoğurak, kişinerak dese kişinerağını kılıp bereriz. Жакшы экен. Сапат. Patkül işte eme kirveli elektromontajını kılıp veremini yaşa veret da. Eme köpünce suro bolat da. Şamalga uçup ketpey ve turuş bere ve jerttiroo gerek. Ularga garantiya jawap bereriz. Ört коопсуздугу. Ört koopsuzluğa gelmez biz jawap bereriz. Ne desem örtönöm dese temirem örtönüp ketip atat. Ооба. Этияттык коопсуздукты кармаса болду дең, э? Eme 5-10 yıldan 5-10 yıldan beri pon ornat bergen uyumuz kömür peçke koyup yaşap atat. Hiç haliginde жалp деген yok. Мунунда үйлөргө кадимгидей көмүрдүн Кадимгидей, печкесин буржуйка жагып эле жашайт экен дең, э? Электрика башкасын колуп жашаса болот экен да. Өтө жакшы. İşinizlerge ийгилик. Ооматыңыздар берсин. Айта турган сөзүңүздү айта бериңиз. Эми önce айта турган сөзүм элдерге ташкы фасад ушундай болот да. İçki fasadı tuş üzbü görünüşte ol. Taşkı fasadı mınday olur. Эми өзгөртүрөм dese özünü проектini bizge жөнөтсүн. Толук проектini мындай болот. Biz сразу проектке карайбыз. Анан колумуздан келе турган болса кылып беребиз. Болса кыла албайбыз деп ачыгын айтабыз. Сразу акчасын эми айтабыз. Dereceleri, материалдар тууралуу biraz айтып берсеңиз. Дерезе материалы бардыгы бизде өзүмүздө ичинде болот. Bu akvadan болот экен, э? Ооба, аквадан. Мурда жыгачтан жасап жүргөнсүздөр. Мурда жыгач, ооба. Азыр эми аз-маз өзгөртүрүшлөр бар. Кошумчалуу болуптур, э? Темир эшик. Бронированный эшикти коюпсуздар, бron эшиктерди. Өтө жакшы экен да. Эми секин иштеп берип жатабыз. Эми дагы iç görünüşünde aboy, endef kılavuz deyip жатабыз. Эми Келечектеги максат. Yok, gelecekte emес, hazırki maksat. Burası elde çöntöge kımbatırak bolup ketет. Eger ошондо бүтүрүп биротоло десе кылып бересиздер, э? Эми уну клиенттер өзүнө сүйлөшүп, келишимге байланыштуу, Жакшы. Эми şu домничка сал арзаныраак чөт да. Жакшы. Эми унун тебастан кааласа кийинче эле акчасы болсо абой чаптап коет, болсом эндеф каалаганын кылып кое берет да. Жакшы, жакшы. Сал мощныйраагы ушул. Чоң рахмат сизге, саламат болуңуз. Ошол дагы суроолор боло турган болсо, комментарийге болсом Экрандагы номерлерге чалса болот, э? Жакшы. Экранда номерлер чыгып турат, урматтуу көрүүчүлөр.
Mına öte jana da körsetip etdim. Mana ertaman kelganmiz soat 10da keldikmi 11da. Ha 11'de geldingizler 11'de töre. kelib уже mana turishtirib 6'ga 4'de уже bitirip koydunuz. kelamiz aka. Ha özüňizler yüktep kelesizler. Özümüz yüktep kelamiz. Prosta özümüzde ayıl ichiga dastavka bezdan bo'ladi, besplatno ayıl ichiga. Regionlarga Boshqa regionlarga mashinani o'zi suylashib olib keladi. Forter, eme cho'ngroq bo'lsa 2 forter, 3 forter. Kichkinaroq bo'la turgan bo'lsa 1 forterga botadi. Mana shu 1 forterga botdi. Yaxshi. Prosta forterga jiyib turib kelib shu yerda qurashtirib turamiz. Regionlarga jol aqsini o'zlari berishadi. O'zlari to'ladi. Yaxshi, yaxshi. Bo'lsa biz u yoqda mashinani suylashamiz. Ular Aqchasini to'lashadi, ha. O'ta yaxshi. O'ta yaxshi. Shifer, kirisha bardig'i o'ta shu ko'rinishda mana. Patkilish bitirib beramiz-da mana. Eme murdaroq hurmatli ko'ruvchilar, vremenka salibda jashab jurgansizlar. Bul dagı vremenka sevdiler, biroq kirib bugun ele 3 kun ichida kirib jashaganga qulaylik bar ekan. O'tda sonun yaxshi uylardan zakaz qilingizlar, ekranda nomerlardan chaqalingizlar. Uşul satıp aldı bir Rozi Muhammed ağanın avanın oğul kızları üy bölölük uşunday bir işkerlikte kolga alıptır. Uşunun faydalanыңыздар. Nokat Oş oblası Nokat rayonu Nokat şaharında uşul işti kolga alışıptır. Ekranda nomerlerge çalыңыздар. Uşulunday üylerde zakaz beriңizler. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.